Orzularimdan biri qanday amalga oshgani haqida bugun sizlarga gapirib beraman. Rovno 3 kun oldin mana shunaqa studiyaga chaqirdilar. Shunaqa chiroyli qo'l ishi dekorativniy narsalarni ko'rib вообще hayron qoldim. Va men ham srazi fartuklarni taqib ishga tushdim. Har doim YouTube'larda, Instagram'larda bunaqa reklamalar chiqardi. Blogerlar, parочкаlar, семьяga borib bu narsani yasaydilar. Ya'ni dekorativni uyga yoki magazinga qo'yadigan har xil narsalar. O'zingizga kerakli narsani o'zingizni qo'lingiz bilan yasash, bu psixologik dam olasiz. Xayollaringizdan hamma narsa chiqib ketadi. Faqat qanaqa chiqibdi, chiroyli chiqibdi, nima qilsam chiroyli chiqadi, faqat shu bo'ladi. Даже buni o'zimda sinab ko'rdim. Va men ham shuni orzu qilardim. Men ham o'zim uchun, o'zimni qo'llarim bilan nimadir yasasam. Orzuyim, niyatim xolis ekan, 2 kun borib shu narsani polni yasadim. Hamma narsani menga o'rgatib turdilar. Hamma narsani o'z qo'llarim bilan 2 kun davomida qildim. Zelilia brendimni ham qo'ydirdim suvatni chetiga. Shunaqa asal chiqdi, shunaqa xursand bo'ldim. 3-kun esa quritishga qo'ydim. Juda ham kutdim 3 kun davomida, keyin menga dastavka qilib olib batareykalargacha berib yubordilar. Shunaqa odam bilan, shunaqa inson bilan tanishganimdan avvalambor. Va bu suvatni asrab avaylab olib qo'yaman, chunki o'z qo'llarim bilan qilganman.